bolangizni fiziologik sariqlikda davolashda qancha dori-darmonga xarajat qilasiz agar davolamoqchi bo'lsangiz va fotolampani kelinglar masalaga ochiq oydan aytib beraman. Demak, agar dori-darmonga ursasan, xalisal yoki aynan smektalarga yoki ba'zi bir paytida kapelnitsa olsangiz, glyukozali yoki vitaminlar yozsa, ma'lum bir miqdorda hammasini hisoblab chiqsangiz, cheki 1.200.000 gacha aynan chiqadi. Dori-darmonga o'shancha ketib qoladi. Undan tashqari u jigariga bolani ta'sir qiladi. Har bitta dori albattaki jigarda metabolizmga uchraydi. U narsa nagruzka. Holi o'zi jigari yaxshi yetilmaganligi uchun o'sha fiziologik sariqlik aynan kelib chiqqan. Yana unga nagruzka bo'ladi. Undan tashqari stress. Bolnitsa qatnashishingiz kerak, o'sha shifokorlarga kirib chiqishingiz kerak har bittasi. Endi fiziologik sariqlikda tabiiy bolangizga zararsiz bo'lgan holatda fotolampa esa 3 kundan 5 kungacha oladigan bo'lsangiz, minimum chek aynan 400 ming, maksimum 500 mingga aylanishi mumkin. Sizga qaysi выгодно? O'zingiz o'ylab ko'ring. Yoki aynan dori-darmon, u ham aynan dargumon holatda bolangiz tuzalib ketishi, ikkinchisi esa hech qanaqa quyosh nuriga analog sifatida zararsiz bo'lgan nur, ya'ni fotolampa. O'zingiz albattaki tanlovni inobatga oling, tezda yoki juda ham ko'p vaqt ketadigan uslubdan foydalaning. Sog' salomat bo'linglar.